Aka, bizni ishimizda biron bir kamchilik bormi bo'lsa ayting. Bo'lmasa tezroq pulimizni bersangiz biz ketaylik. Qanaqa shoshasan? 84 kun ishlab bir pasda pul olaman deb o'ylaysanlar. Biz sizdan pulimizni albatta olamiz. Kulgimni qislatmagan. Hozir ko'cha yo'q-ku. Sen problemangni shat qilib beradi ekan. Agar qonunlar deyotgan bo'lsang, bir parcha qog'oz yo'q, bu yozuv-chizuv qilingan. Alloh boru, Hoj aka. Qiyomatda olamiz haqqimizni. Lekin unda kurs boshqacha bo'ladi. Bu gap. Qiyomatda ko'rishamiz. Sirlar.